Yurgen Klopp Realga ikkita shart qo'ydi. Madridning Real klubi yangi bosh murabbiy masalasida Yurgen Klopp bilan kelishuvga erishdi. Germaniyalik mutaxassis hozirda Red Bull kompaniyasida futbol bo'limi rahbari sifatida ishlamoqda va hayotidan mamnun ekanligini ta'kidlab keladi. Biroq Madridda yanvar oyida Xabi Alonso iste'foga chiqarilishi va uning o'rnini egallagan Alvaro Arbeloa ishonchni oqlay olmayotgani qirollik klubini Klopp varianti ustidan jiddiy ishlashga majbur qildi. Ispaniyalik jurnalist Angel Torquemadaning so'zlariga ko'ra, Klopp va Florentino Perezning yaqin maslahatchisi Anas Lagrari o'rtasida og'zaki kelishuv imzolangan. Ammo nemis mutaxassisi klub boshqaruviga kelish uchun bir qator qat'iy talablarni qo'ymoqda. Jumladan, klub 2 nafar tajribali himoyachi, 2 nafar yarim himoyachi va hujumchi Erling Haalandni jamoaga olib kelishni talab qilgan. Shuningdek, Borussia Dortmund va Liverpoolda bo'lgani kabi maydondan tashqaridagi ishlarda ham to'liq erkinlik va mas'uliyat so'ragan. U Realning taklifini qabul qilishga tayyor, ammo agar unga to'liq erkinlik berilmasa, u boshqa loyihalarni ko'rib chiqadi, deyiladi xabarda.